Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan biz boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qish metodikasi fanidan boshlang'ich sinf o'quvchilarida vaqt o'lchov birliklarini o'rgatish metodikasi mavzusida gaplashib o'tamiz. Tayyor bo'lsangiz qani ketdik. Vaqt o'lchov birliklarini o'rgatish bolalarning yosh xususiyatlari va hayotiy tajribasiga tayangan holda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Xo'p, o'quvchilarda vaqt haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirish, vaqt o'lchov birliklarini soniya, daqiqa, soat, kun, hafta, oy, yil kabilarni o'rgatish, vaqtni o'lchash va taqqoslash ko'nikmalarini rivojlantirish, kundalik hayotda vaqt birliklaridan foydalanishga o'rgatish asosiy vaqt o'lchov birliklarini o'rgatishning asosiy maqsadi hisoblanadi. O'rgatish bosqichlari bir nechta bosqichlarga bo'linadi. Birinchisi bu umumiy tasavvur shakllantirish, ya'ni birinchi sinf o'quvchilari uchun vaqt haqida umumiy tasavvur shakllantiriladi. Dastlab ularda asosiy tushunchalar oldin, keyin, ertalab, tushlik, kechqurun kabi tushunchalar o'rgatiladi va kun qismlari tong, kunduz, kech, tun tushunchalari ham birgalikda o'rgatib boriladi va undan keyin hafta kunlari, ya'ni dushanba, seshanba, chorshanba va ularning tartiblari ketma-ketlikda o'rgatiladi. Birinchi bosqichda vaqtni idrok etish bo'yicha o'quvchilar bilan suhbatlar o'tkaziladi. Kun tartibini aks ettiruvchi rasmlar asosida hikoyalar tuzish kabi topshiriqlar beriladi. Bolalar bilan birgalikda kundalik rejalarni tuzish mashqlari amalga oshiriladi. Bu bosqichda ko'rgazmali materiallar va hayotiy misollardan foydalanish keng ahamiyatga ega hisoblanadi. Asosiy vaqt birliklari bilan tanishtirishning ikkinchi bosqichi birinchi, ikkinchi sinflar uchun, ya'ni soat va uning sirliklari bilan tanishtirish bilan boshlanadi. Soat o'lchov vositalari vaqtni aniqlash uchun asosiy vosita sifatida soatni tushuntirish o'rgatiladi va undan keyin soat strielkasi va minut strielkasining vazifalarini farqlash, soatni butun soatlar bo'yicha o'qishni o'rganish, masalan 3:00, 7:00 kabi ularni o'rgatish bilan o'rgatilar ekan. Xo'p, kichik vaqt birliklari undan keyin 3-bosqichda kichik vaqt birliklari, ya'ni 2-3 sinflarda soniya, daqiqa, soat tushunchalarining va ularning nisbatlari o'rgatiladi. Ya'ni 1 soniya 1 daqiqa 60 soniya ekanligini, 1 soat 60 daqiqa ekanligini va kun qismlari bilan bog'liqlikda o'rganiladi. Metodlar sifatida esa tajribalarda, ya'ni 1 daqiqada nima qilish mumkin, taqqoslash mashqlari, amaliy hisoblash mashqlariga oid bo'lgan topshiriqlar bersa yaxshi samara beradi. Va uning 4-bosqichi katta vaqt birliklari, ya'ni kun, hafta, oy, yil va ularning nisbati. Ya'ni 1 kun 24 soat ekanligini, 1 hafta 7 kun ekanligini va 1 oylarning miqdoriga ko'ra, fasllar bilan bog'liqligiga ko'ra 28-31 kundan iborat ekanligi o'rgatiladi va 1 yil 12 oy, ya'ni kalendar asosida 12 oy ekanligini kalendar asosida o'rgatish yaxshi samara beradi. Demak, o'qitish metodlari vositalari sifatida vaqtni o'rgatishda ko'rgazmali va amaliy metodlar muhim rol o'ynaydi. Soat maketi, kalendar rasmlari va jadvallardan foydalanish, didaktik o'yinlar orqali vaqtni o'lchash va soatni o'qishni mustahkamlash, animatsiya va interaktiv soatlar yordamida mavzularni tushuntirish samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilarda uchraydigan qiyinchiliklar va yechimlar sifatida biz asosiy qiyinchiliklar sifatida soat strelkalarini adashtirib qo'yish, olmishlik sanoq sistemasini tushunmaslik, vaqt birliklarini aralashtirib yuborish kabi qiyinchiliklar uchraydi. Bunga yechim sifatida esa biz ko'proq amaliy mashqlar o'tkazish, ko'rgazmali vositalardan doimiy foydalanish hamda muntazam takrorlash va mustahkamlash ahamiyatga ega. Xulosa sifatida shuni aytib o'tishimiz mumkinki, to'g'ri idrok etish uchun vaqt o'lchov birliklarini o'rgatish hayotiy misollar, ko'rgazmalik va amaliy faoliyatga asoslangan bo'lishi kerak.